Quyosh ko'zlari mana anchadan beri sizlarni kuttirib qo'ydik. Fermalar obzorlarini kanalimizga, YouTube kanallarimizga, Telegram kanallarimizga joylamay qo'ygandik. Xudo xolasa mana bugun vaqtimiz bo'lib, Namanganda 3 tumaniga kelganmiz. Rahmatli ukamiz uyiga. Aka, xush kelibsizlar. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Rahmat. Hamma taniydi, biladi. O'zbekiston bo'yicha quyonchilik bilan shug'ullanib, nasldor quyonlar bilan, balki go'sht yo'nalishidagi go'shtlarni yetkazib berish bilan ham shug'ullanadigan Rahmatli ukamizni mini fermalariga kelganmiz. Hozir fermalarni ko'rib, quyonlarni sizlarga ko'rsatib berib, ukamizni yosh quyonchilarga maslahatlarini, o'zidan o'tgan, boshidan kechirgan quyonchilikda xato kamchiliklarni yangi quyonchilar qilmaslik uchun nimalar qilish kerak, shu haqida ham bir qator savol javob qilamiz. Charchamayapsizmi? Rahmat aka, salom aka, yo'ldingizmi? Quyonlarni ko'paytirib. Ha, sekin, Allohga shukr. Qani aka, birchagina birinchi quyonlarni ko'rsataylik-chi. Bu yerda mana Burgundiya quyonlari hozirgi kunda istab top bo'lmayapti, bilyapsizlar. Lichkada ham misol uchun hamma istayapti. Burgun sotuvga tushdi deyishiga odamlar o'chirtirib olaman deyapti. Kimlardir misol uchun o'chirtkilib tug'ilmagan bolalarni ham sotyapti. Mana bu yerda rahmatulloh oching, o'sha qattiq ekan, o'ziga o'sha bakot ekan. Mana burgular ko'rasizlar, ko'paytirib qo'yibdi. Bolalar yotmi, quyonni bolalarini qaranglar mana. Mana. Shuna qilib terib qo'yibdi, chiroyli, go'zal qilib. Xudo Ani xolasa qoralarga e'tibor bermaysiz. Qoralar strakachka, burgullar mehriboni hisoblanganiga hammasini surganman. Strakach, zayiz, shuni bolalarini surib boqtiryapmanman. O'zi kam tuqqanlar. ahli quyonchilar gapiga tushungan bo'lsanglar, surakat hisobida ishlatilyapti. Asli bu quyonda ota enasi boshqa. Bu burgun quyoni o'zini bolasini balki bola baqish bo'yicha chempionlar qatorida turganligi uchun boshqa gnizdozdan qimmatroq quyonlarni bolasini ham bunga surdirib mana baxtiryapti. Bu yerda nechta Rahmatulloh? Bilmayman sonini aka, barakasini bersin. 8 ta 10 ta bor. Sanaymiz mana 2 3 4 5 6 8 9 10 9 ta ekan. 9 ta bola quyonni bir dona ona quyon boqyapti. Xoyil qolasizlar. Rahmatulloh, buni ma'lumotlari qanaqa? Sotuvda bormi, yo'qmi? Shu haqida ham bir Yo'q, sotuvda menimcha hozircha ko'pchilik bironqiga so'raganlarga berganimizdan tashqari keyin sotuvga chiqadi. Burgullar ham, boshqa zotlar ham. Hozircha sotuvda yo'q. Burgunlardan. Juda ham chiroyli quyonlar ekan. Bular qayerlardan keltirilgan bu burgundiyalar? Hammasi O'zbekistonda tug'ilganmi? Yo'q, aka, narigi tarafdagilarni ayrimlarini Qozog'istondan olib keltirganman. Bu tepadagi sames Andijondan kelgan, bu samka Andijondan, bu samka ham Andijondan kelgan. Mana 3 ta samka ham Andijondan kelgan. Tepadagi bilan mana chekkadagi samka o'zimizning Namanganda tug'ilganlar. Bu yerda mana привозной Qozog'istondan olib keltirganlari ham bor ekan. Demakda Burgunda quyoni haqida gap ketayotgan uchun faqat sizlar uchun sizlarga Burgun quyonlarini o'zini ko'rsatyapmiz. Ko'ringlar, mana bu yerdan pulni bolalar yotibdi. Bu Qozog'istondan kelgan samka 5 kilo oshiq. Bola boqayotgan holatiga ham 5 kiloga yaqin. Bu sames ham Qozog'istondan kelgan. Juda yirik narsa. Bu o'zimiz Namanganda olingan. Katta gigant narsalar ekan. Quyonchilikda barakasini ko'ringlar. Har bitta gnezdoda 5 tadan 6 tadan bolalab yotganda hisoblab qo'yaveringlar. Andijondan olingan adashmasam. Samka. Bu Qozog'istondan kelgan. Buni tagida ham mana belgiyskiy zayiz, belgiyskiy zayiz, strakach va o'zini bolalari. Burgundiya quyonidan juda unumli foydalanishning bu yo'lini mana bitta master klass desak ham bo'laveradi, rahmatullohdan. Sababi bir dona zotdan boshqa 2 xil, 3 xil zotli quyonni bolalarini ham qo'shib boqtiryapti. 10 ta bola boqyapti-da aka, yaxshiligi shunday ekan. Asta juda barakali quyon. Mana Burgunni ham ko'pchilik biladi. Bu yerda ham mana karlik bor, mana splitlardan, mana dekorativli kichkintoylardan boqaman degan ishqozlarga ham go'zallardan tashlab qo'yibsiz-ku. Bular qayerdan kelgan? Ma'lumotlar qanaqa bo'ladi? Sotuvda nima bor, nima yo'q? Xo'p, aka, karlikki bolalarning hammasi sotuvda. Adashmasam tepadagi samesimiz mini lob split 7-ga borib taqaladi. Tagi mana chekkadagi oq samka o'zingizdan kelgan Cherizotda Farhod 009 liniya. Bu samka mana gold samka. Esingizda bo'lsa bitta split bor-ku sizdagi.
Ha. Gold split samiz. Ha, O'shani bolasi. ana qizi. Pramoy bolasi, o'shani qizi. Hmm, O'shandan chiqayotgan bolalar. hozir ham bular. bor u bola, u samiz. Ha. Gapi yo'q, barakasini bersin. Bu qizil olma hollar. bular. Qizil sating mana olmaxon deb qo'yamiz, quyonchilar tili bilan. Juda ham Pari Bo'ldi, bitta bo'ladi. samkasi bo'g'oz naq u tomonga qo'yib qo'yganmiz. bu tepasi nemis samiz shekilliga bu. Ha, bu nemis Zakilikmi samiz. bu ham? Sizdan so'raymiz uni. Bu ham sizdan o'tgan. Klemosi bo'lsa zakreb bo'ladi. Sababi 5 kilo bu. ha, bu 5 kilomi? Ehtimol Bilmadim. splitdan chiqqandir, lekin uni bu ham sizdan o'tganligini cheriz o'tdi menga. Ne bo'lishi mumkin. Agar oq almazli glazlarga klema urilgan bo'lsa, asosan shu nemis qonlarga zakreplonisiga klema urganman. Ha, значит, yo'q, 5 kilo u. Lekin juda ham chiroyli kichkina narsa ekan. Ha. Barakasini bersa, mana shu yerda o'zdan ko'ryapsizlar. 10 tadan o'xshab quyon bolasi bor. Bu o'zida ko'payib chiqqan quyonlar. Misol uchun aytaylik 200 ming so'mdan sotganda ham 10 tasi 2 million so'm pul bo'ladi. 2 millionni kerak bo'lsa ertalabdan kechgacha 1 oy oylik olmaydigan odamlar ham bor-da. Endi hamma shunaqa demoqchi emasman. Bu qo'shimcha daromadligini hisobiga juda ham zo'r-da bu natija. Eshik teskari qo'yilgan ekan, lekin mana ko'rib qo'yinglar, ichini ochmay qo'yamiz. Belgiyskiy zayslardan terib yoribdi, rahmatulloh. Shu kutmadim, o'ylamadim. Bitta ikkita bo'lsa kerak deb o'ylagandim sizda uka. Nechta belgiyskiylar bor? Hozir o'zida Chorniy Agnonnidan 3 ta bo'ldi, 2 + 1. Goldlardan 3 ta samka bor. 3 ta samka. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunda strakach. Mana strakachda ishqibozi O'zbekistonda juda ham ko'p. Mana vesavoy 7 kilo, 8 kilogacha ham veslar chiqib ketadigan strakachlar. Matda ham terib qo'ygan ekan. Har xil ranglardan qora piyostri deysizlarmi? Gold piyostri mana pastdagi ko'pchilik haligi noyob rang. Men adashmasam bir kishida ko'rdim buni. Yaqinda olib keltirdi yana bir ikkitasi. Lekin buni ko'pchilikda ko'rmadim. Imенно bu rangni. Mana chiroyli. Kattaligini ko'ryapsizlar. Qo'l qarich 22 bo'lganda ham mana ko'ryapsizlar. Mana Yarim metr. dona Mana, dona mashalloh, holayman. mana. Bombasi zo'r ekan. Erkak ekan bu. Paskopyoni ota tozi bu. Ha, bu samiz bu. Samiz ekan, sachratib yormasin siyligini. Gap bo'lishi mumkin emas, quyonlar go'zal. Mana bu yerda mana Galoboy piyostrisidan ham bor ekan. Mana oq, bu ham strakach. Bu ham strakachmi? Ha, imенно Men oq buni shikol strakach. deb o'ylabman. Yo'q, oq strakach. Oq strakach ham bor ekan. Gap Otasi bo'lishi mumkin emas. o'sh chekkadagi shapko'r laqabli samiz, onasi qora bo'lgan. Buni ham- Xilakdan chiqqan. Ha, buni ham o'sha narsani ushlab poylayapmiz. Mana bu Ishlatish yerda ham uchun. belgiyskiy nimalar, belgiyskiy deyman, strakachlardan bor ekan mana. Makfi samesmi bu? Ha, u makfi samiz aka. Bu ham U chekkadagi. chiroyli ekan. Samkasi yo'qmi buni? Bunga samga qidiryapman. Keyin diqqat qilinglar, mana bu yerga juda ham tema ham bo'lib ketdi. Gapni ochiqi, strakachlar, karliklar, mana Rahmatullo ukamiz, Oyatullo akamizdan 3000 dollarga nechta oldingiz? Hop, 3500 dollarga 7 dona quyon olindi. 3000 dollarga 5 ta olindi. 500 dollarga bir par olindi. Ha. Vivadnoy. 3,5 ming dollarga karlik strakachlar 7 tasini tayyorini olgan ukamiz. Mana привозноylar. Buni ichida asosan 5 tasi привозnoy, 5 ta 5 privaznoy. ta привозnoy, 2 tasi vivadnoy. Vivadnoylar 500 dollarga olgan ekan, привозnoylarni 3000 dollarga, donasini 500 dollardan olingan ekan. Ha, endi ko'ring, 600 dollardan, 500 emas. 600 dollardan 600 to'g'ri dollardan. keladi, ha. Xudo xolasa mana bu quyonlarimiz bolalab chiqibdi. Endi buni ma'lumotlarni ham aytib o'tib ketding, qaysidan nechta qanaqa sotuvda bor. Aka, bulardan hozir mana gnezdodan o'sha Oyatullo akamning o'ziga para biron bo'lgan. Ha, mana gnezdo o'sha baraka bo'lgan taktugi bilan. Enasi bilan. Yo'q, enasi turadi. Bollarning o'zi biron bo'lgan. Gap yo'q, barakasini. O'sha Endi mana ham bitta olib sotib qo'ying. ulgumayapmiz aka. Yana bitta strakat jar keladi mana bu. Mana pastdagi joy qismi, qilayotganda joy ham qilyapti. hozir o'sha anaqasi bor. Egasi bor. So'ragan bor. So'ragan bor. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Uka, shu o'rinda so'rab chiqadigan odamlarga, misol uchun kardik strakatchilar, nech puldan biron qilsam bo'ladi, nech puldan sotib olsam bo'ladi deganlarga narxni ham aytib o'tkazsiz bo'lam. Aka, o'zimizni tanishlagan ham, boshqalarga ham 100 dollardan beryapmiz. Donasi. Tez o'kiringlar. Ha, donasini Standart 100 dollardan biron qilsanglar bo'lar ekan, bemalol. Lekin hozir sotuvda yo'q ekan. Sotuvga chiqqandan keyin albatta.
Manaqa McAfee sames ham bor ekan. Bu sotuvda shekilliga. Ha, samka McAfee yo'q ekan. sames sotuvda aka. Mashina mana kimga qiziq bo'lsa, bilmayman 5 kilodan oshiq chiqadi meni taxminim bo'yicha. Ha, 5 kilo Juda plus minus. chiroyli, zo'r ekan. Quloqlari ham shiroki. Aloqa chiqib, necha pulga beraverasiz shuni? Aka 8 ming bo'lsa berib yuboraman. 800 ming so'mga McAfee tayyor sames. Keyin yana bitta narsa, ko'pchilik biladi, quyonni so'yaman men. Ha. Asosan so'yaman. So'yganda bozordan kelgan quyonni, misol uchun, ko'pchilik tajribasi bor insonlar qorni ushlab bilamiz. Ha. Siz ham men ham. Albatta. Mana shu ichidan chiqib qoladigan bo'g'ozlar. Bular so'yilmaydi. Shunaqalari ham chiqib turadi. 200 ming so'mdan standart beriladi. Bo'g'oz qo'yadilar. Ha, hashaki deb olishsin, maza qilib Xuddi- ko'paytirishadi. Xuddi shunaqa narsani aytganingiz zo'r bo'ldi. Sababi surogatga ishlataman degan odamlar surogatga jaydarimi, arzonroq quyon kerak menga, boy kuni tug'ish kerak bo'lsa, imkoni bo'lsa deb so'raydiganlar bo'lsa, demak sizga aloqa chiqsa, Ha. pastani bo'lmasa ham lekin bo'lib turadi. Bo'lib turadi, ha, постоянный bo'lmasa ham, misol uchun qornini ushab turib, например, haligi 10-15 kunlik bo'g'ozli narsani bilinadi-da. Bo'laveradi. Bu ukamiz mana boshida videoni boshida aytib o'tib ketdim. Ob'yomga go'sht bilan ham shug'ullanadi. Go'sht kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Go'shtga deb sotib olingan quyonlar bo'g'ozligida so'yib yuborsa uvoli bo'ladi. Shu uvolidan yaxshi ish emas. chiqganligi uchun mana tashlab qo'ygan ekan. 200 ming so'mdan olib kelsanglar bo'laveradi. Misol uchun 200 ming so'mga so'yib sotadigan foydasini ustiga qo'yib tirik holatida sizlarga beraveradi. Sizlarning ham ishinglar bitadi, ukamiz ham tirikchiligiga оборотda aylanib turaveradi. Bozordagi narxi u, misol uchun bozorga olib tushilsa ham, o'sha 180 ming, 200 ming, 250 minggacha sotiladi yirikligiga qarab. Bizga misol uchun buni bo'g'ozni so'yib uvol qila olmaymiz-da biz. Albatta uka. Undan qo'rqaman men o'zim. Keyin go'sht deb aytdik, baribir so'rashadi, bilaman, kommentga yozasizlar sizlar, ko'rib turibsizlar. Go'sht nechi pul, qatdan qanaqa qilib olsa bo'ladi deysizlar. Ukamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman. Go'sht kilosi nechi puldan beriladi kilolab so'ragan odamlarga? 85 ming ob'yomga. Ob'yomga ham, kilolab ham 85 Donaga ming ham standart. 85 ming. Aloqachilar 85 ming arzon, O'zbekistonda hozir menimcha 100 ming, qolmadi 110 shekilli. ming. Shunaqa 100-110, Andijonda 90 ming so'm sotilyapti. 90 ming, 95 ming sotishyapti. Xudo xolasa videomiz manfaatli deb ko'rgan bo'lsanglar, bittadan like tugmasini bosib qo'yasizlar. Ancha kamagan paytda kelib qoldingiz. Rahmatulloh, qancha bo'ldi quyonchilikni boshlaganingizga, qancha nimada shug'ullanasiz? Aka, quyonchilikni boshlaganimga 10 yildan oshdi. Asli 2020-yil noyabr-dekabr oylarida gruppalarga kirishni boshlaganman. 2020-yil o'sha qish mavsumida gruppalarga kirib, Flanderdan boshlaganman. Mana hozirgi holatgacha olib keldik, xudo xolasa. Bitta dona Flanderdan boshlaganmiz. Bir dona Flander samkadan. Ko'z tegmasin. Uka, mana yangi baribir videoni ko'rib, mana uychini o'zidan sizga kelsa aloqa chiqishadi-da. Mana sizni quyon baqishingizni bilmagan, eshitmagan odamlar YouTube'imiz orqali, Instagramlar orqali ko'rib turib, akamizga aloqa chiqib olsak bo'lar ekan deb keladiganlar bo'ladi. Shu yangi boshlayman degan quyonchi akalar, ukalarga nima maslahatlar berasiz? Boshida qanaqa xatoliklarga yo'l qo'ygansiz siz o'zingiz boshlaganda? Aka, bitta mendan emas, hozir hamma katta quyonchilarda ham bor bu muammo. Quyonni o'zini puliga qiziqmaslik kerak, birinchi o'rinda. Oshqozondagi muammo eng kattasi deb hisoblayman quyonda. Quyonchilikning ichidagi eng katta muammo quyonning oshqozoni. Oshqozon tizimida misol uchun muammo bo'lmasa, yem yeyishi bir tekisda bo'lsa, boshqa bo'lsa, quyonchilikdan barakali narsa yo'q. Sababi quyonning aksariyati o'lib ketishi shamollashdan o'lmaydi. Chunki o'pkasi chirib ketgan quyonlarni ko'raman so'yganda. Realni ko'riladi. O'shalar ham o'lib qolmaydi-da. Kamdan kam holatda o'lmasa o'lib qolmaydi. Lekin oshqozonida arzimagan muammo chiqib qolsa quyonda, обязательно tez ketadi u. Yeyish to'xtaydi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun quyonni asosan yemiga, ovqatiga bir xil vaqtda berishga e'tibor berish kerak. Rejimiga. Bir xilda qo'yib olish kerak. Misol uchun bitta yemni, misol bitta kosadagi yem tugatishga aqli yetdimi bir dona quyonni. O'sha yemni berish kerak. Kechqurun yeydi, ertalabga tugash kerak o'sha yem. Kunduzi bilan och bo'lish kerak quyon. Keyin yana bitta qo'shimcha ukamiz gapiga. Suvga qo'shib berib turadigan sug'orish ishlarini ham vaqtida olib borsanglar, mana shunaqa oshqozon muammosiga duch kelmaydi. Misol uchun endi hosil ko'paydi, hosilim chiqdi, endi bolalarni katta qilib sotaman deganda juda ko'pchilikda
40 kunlik 2 oylikda atrofida уже pateriya boshlanadi. Juda ko'p bo'ladi. Ich o'tadi, qornishadi, shu koksidozga qarshi sug'orilmaganligini hisobiga уже pateriya bo'ladi. Shunaqa joyga mana ukamiz gapiga qo'shimcha intrakoks bilanmi, bakoks bilanmi sug'oradigan bo'lsanglar ham, albendazolni ham vaqtida ichish kerak. Shunda oshqozon muammosi kamayadi. Bunaqa holatlar kamdan kam uchraydi keyin. Juda ko'p bo'ladigan narsa haligi quyonchilarni ko'pchiligida haligi gaplashganimizda ham o'zaro suhbatda ham eshitib qolinadi, boshqa bo'ladi. O'lim ko'p bo'ladi nimadan? Immun oshqozondan. Yemga o'tayotganda muammo bo'ladi, juda katta muammo. Yemni almashganda bir xilga paytda ko'pchilik beda berib qo'yadi, bedani ham har xil berib qo'yishadi. Ichida haligi nimalari bilan berib qo'yishadi bedani. O'shalarda muammo bo'lib qoladi. Lekin quyonni o'zini pramoy boqsangiz, bir tekisda, bir xil yemda, bitta holatda boqsangiz, unaqa muammo bo'lmaydi. Quyonchiligiga xulosa foydagarchiligi bor, tavsiya qilasiz. Zo'r, albatta. Eng zo'r tomoni har qanday soha vakillariga bemalol tavsiya qilasiz. Bir kunda bir mahal qarasa yetadi. Yana bir narsa, hozirgi kunga kelib daromad qancha, oyga stabillashganmi yo hozir ham shu aniq bir stabil daromad yo'qmi? Yo'q, stabil daromadi bor. Bolalardan tashqari misol uchun olib kelgandan keyin ham sotamiz biz. Olib foydasiga. Olib foydasiga oyga bor 3 million, 4 million chiqadi. Oyga 3-4 million. Hamma rasxoddan tashqari. Aka. O'zi asli ishingiz boshqa ish qilasiz, quyonchilikdan tashqari. Go'sht bilan quyon, taksi shunga o'xshagan boshqa ishlarim ham bor aka. Bo'ldi. Akalar mana ko'ryapsizlar. Ukamiz gaplarini eshityapsizlar. O'zi asli boshqa soha ishi ham bor. Xuddi bizni singari. Juda ko'pchilikda shu. Hamma quyonchida. Faqat quyonni orqasidan ertamandan keyin mashina orqasidan kun ko'raman deb yotmaydi. O'zbekiston bo'yicha deyarli hamma quyonchi shunaqa. Qo'shimcha ishga qilib qo'yilgan, ishqibozchilikka, hobbiga, shuni orqasidan daromad o'zi kelaveradi. Siz chiroyli sharoitini qilib, chiroyli sababini qilib, baquvni chiroyli qilib qo'ying, pokizaligiga qarang, qonun qoidalariga asoslangan holatda chiroyli boqib qo'ying. Pul o'zi keladi sizlarni istab. Haligi to'g'risi gap, kimnidir qo'lida cho'kish deb yurgan odamlar ham bor, vaqti kelsa-da. Bitta ishga ham bitta ishda ishlayotgan bo'lsangiz, muntazam ravishda sizlarga qo'shimcha ravishda bo'lib qolaveradi, xudo xolasa. Yana kimga video firmalarning obzorini qilaylik, tanigan, bilganinglarni misol uchun pastga kommentariyaga qoldirib ketinglar. Qo'limizdan kelgancha, vaqtimiz yetgancha borib imkon boricha sizlarga firmalarning obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Namanganning 3 tumanida Rahmatulloh 1999 firmamiz, ukamiz firmasida bo'ldik. Xudo xolasa tanishlarga jo'natib bittadan like bosib qo'yasizlar deb umid qilamiz. Uka, rahmat sizga. Sog' bo'ling uka. Xush kelibsizlar yana. Rahmat uka.